Hechnim bo'lmaydi. İmtihamida o'tamasangiz, xato odam bilan turmush qurib qolsangiz yoki xato istiqbol yo'q xizmatni qilib qolsangizmi, hechnim bo'lmaydi. Amaliyotda hayotimizning xatoliklarımizga bo'lgan immunot kuchi biz o'ylagandan necha 100 ming asli kuchlik, kengroq bo'ladi. Undaq bo'lsa, biz nima uchun bir qadamni xato qilib qo'yganligimiz uchun shunchalik tushkunlashib, o'rnimizdan qo'polmay, kuchlik mag'lubiyat tuyg'usi his qilamiz. Chunki kichigimizdan boshlab ota-onalarimiz, muallimlarimiz bizni yaxshi o'qimay qilib qolmasin deb, imtihondan o'tamasang hayoting tugishidi, yaxshi odam bilan to'y qilmasang 3 avlod xoni vayron bo'lasan. Yaxshi xizmat ko'rilishamasang bir umr hech qanday istiqboling bo'lmaydi deb mushundaq gaplar bilan bizni qo'rqitib kelgan. Albatta, bular bizni yaxshi o'rgansin, tirishsin deydi. Lekin bugun biz mushxil tarbiyaninki yana bir xil tarafini tahlil qilamiz. Bularninki bunda qo'rqitishi, ogohlantirishi uzun mezgil davomlashgandan keyin bunda qo'rqinish, tashvish bizning vujudimizga singib ketadi. Buni psixologiyada ichkilishish deyotganmiz. Shunlashqa biz hayotimizning shu qadamlarini xato qilib qo'ygan vaqtimizda tabiiyliki endi men tugashdim, mag'lub bo'ldim deydigan ong bizni qoplab oladi ekan. Bundan qutulmak intayin tez bo'ldi. Chunki insonning miyasi reallik bilan o'zining xiyolini bek yaxshi farq etolmaydi. Masalan, siz bir o'yimchikdan intayin qo'rqsangiz, shu o'yimchikni o'ylab qo'rqqan his tuyg'u bilan o'yimchikni rost ko'rib qo'rqqan his tuyg'u asos jihatdan o'pma o'xshash. Amaliyotda bizning hayotimiz intayin ko'p xil, rangarang. Bizga har kuni har xil fursatlar ham har xil xirislar kelib turadi. Shunlashqa hech qanday bir qadam bizning taqdirimizni belgilab o'tolmaydi. Aksicha odam bilan odamning farqi to'g'ri qaror chiqarish emas, balkim bizning xato qarorlarimizni to'g'rilay oladigan jur'atimiz va iqtidorimizda ko'proq bo'lishi mumkin. Bir quduq ichida yashaydigan toshbaqa mush quduqdan chiqsam tugishiman, o'laman, vayron bo'laman deb o'ylaydi. U mangu dengiz bo'yida yashaydigan toshbaqaning rohatini, baxtini so'ramaydi. Shunlashqa bizning hayotimizni hech kim vayron qila olmaydi. Faqat bizning idimizdagi yolg'on xiyol va tashvishdan boshqa.